Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur qarindoshlar, qanday ahvolinglar, yaxshimi? Bugun Amerikadan tarqalayotgan xabarlar biz Uyg'urlarni xush qilib qolmasdan, balki butun insoniyatni xush qiladi deb qarayman. Amerika davlatida saylam yiqilishyotdi. Prezident Trump apandimga raqobatchi bo'lib, Demokratiya partiyasining prezidentlikka saylanmoqchi bo'lgan nomzodi Joe Biden apandim bir bayonot e'lon qilib, Xitoy hokimiyati atalmış Şinjan Uyghur Abdunum rayonining hamma yerida irqiy qirg'inchilik qilyotdi deb bayonot jakalabdi. Xitoy hukumatı Uyg'urlar ustidan insoniyatga qarshi jinoyatni davomlashtirib etibdi. Ya'ni mushundaq mazmunlarga yaqin bo'lgan 2 kunning oldida Amerika hukumatining siyosiy to'r betidimi Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyatlari yozilgan ekan. Xitoy hukumati Uyg'urlar ustidan ilib berayotgan inson qilipidan chiqqan harakatlari ustida Amerika hukumati qaytadan jiddiy ko'z qarashga kelib qopti. Yana bir jihatdan ilib aytganda Amerika hukumati butun insoniyatga va'da bergan shaklda inson huquq qimmat ko'z qarshida qat'iy tavranmay mustahkam ekanligini bildiribdi. Amerika hukumati bo'libmi Uyg'urlar Xitoylar tarafidan tarixda mislsiz ko'rilib boqmagan zo'ravonlikqa, irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan millionlagan Uyg'urlar natsist Hitlerning lagerlariga qamalgandek qamalib turayotganligi, u lagerning ichida millionlagan Uyg'urlar hayotidan arilayotgan mushundaq bir vaziyatni Amerika hukumati ko'rib, buningga qarab turolmaydiganligini va bu fojialik voqeani to'qim surishti qiladiganligi to'g'risida jiddiy muzokaralar ilib berilib o'tibdi. Bu qitim bo'libmi Demokratiya partiyasining saylam nomzodi Biden apandim bundaq bir bayonotni o'ttirib qo'yishi, buningdan biz shuni ko'rib olamizki, Amerika hukumatining ikki partiyasi o'xshash bir ko'z qarashda Uyg'urlar masalasi to'g'risida Xitoy hukumatiga qattiq qo'l siyosatini yurgizadiganligini jazmlashtira olamiz. Amerika davlati yanada erkinlik, inson huquqining qimmatini yanada birinchi o'ringa qo'yadiganligini va bu qimmat ko'z qarashni texmi qadrlaydiganligini ifodalabdi. Biz yana shuningga ishonsak bo'ladi ekan, Prezident Trump apandimmi itiga ega to'qimni bog'lab, qamchisini planlatib, itini choptirib, Joe Biden apandimdimi eshib ketar ekan. Hozirgi Amerikaning ikki partiyasi asbasda Uyg'ur masalasini muhim bir nuqta qilib, Uyg'ur masalasini eng yuqori palakka chiqarish vaziyatini shakllantirib etibdi. Amaliyotda Uyg'ur masalasi hozirgi dunyo vaziyatida eng muhim bo'lgan bir amaliy ish bo'lib o'tirg'a qo'yilib etibdi. Bu haqiqatan hech qanday odam o'zini apqachanmaydigan Amerika hukumatining har qaysi partiyalari, har qanday hukumat amaldorlarimi Uyg'urlar duch kelayotgan bu fojialik voqeadan o'zlarini ilib qochanmaydi ekan. Bu amaliyot ham haqiqat ekan. Amerika hukumati bu haqiqatni e'tirof qiladigan, bu haqiqatni hal qilmasi bo'lmaydigan yo'l og'ziga kelib qopti. Shundoq bo'lsa-mu, Prezident Trump apandimning hukumati yaqinqi mushu 2 yildan buyon Uyg'urlarga nisbatan Uyg'ur kishilik huquq siyosat qonunini o'ttirib qo'ydi. Atalmış Şinjan Uyghur Abdunum rayonining bosh sekretari Ching Changoni qor tizimlikka oldi. Atalmış Şinjan Uyghur Abdunum rayonidagi siyosiy qonun adliya amaldorlarini qor tizimlikka oldi. Jallod Wangjin boshlab chiqqan va o'zi qurgan Bingtuanlarni qor tizimlikka oldi va qatorliq nurg'un Xitoy shirkatlarini jazolash buyrug'ini chiqardi. Endi bugungi xabarda Demokratiya partiyasining vakili bo'lgan Joe Biden apandim Xitoy hukumati Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilyotdi degan bayonotni e'lon qilishning o'zi Uyg'ur masalasiga texmi jiddiy qarashda turtkilik rolni o'ynaydi ekan. Hamda Amerika hukumatining bundan keyingi ilib boradigan siyosatida Uyg'ur masalasi Amerika hukumatining muhim xizmat kun tartibiga aylanib ketar ekan. Bu bugungi Uyg'urlarimiz to'g'risida eng yangi asosli xabarlar. Hammanglarning qimmatli vaqtinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat.